Voy, sen hali ham bitta ishga imillab yuribsanmi? Voy, meni ona qizim dars qilyapti. Sen ishlaringni qo'y. Bor, choy tayyorla. Ishni imillab qiladi-ya. Bo'la qol, imillama. Bitta choy qo'yishni ham imillab bajaradi-ya. Oyjon, agar ruxsat bersangiz, men ham xizmat opamga kabi o'qimoqchi edim. Voy, men turgan joyga bunga o'qishga barobarmi? Asabiylashma qizalog'im. Sen darsingni qil. Sen bor, ishlaringni qil. Aqlli qizim, sen darsingni qila qol. Sen hali universitetlarga kirishing kerak. Voy bolajonim, nega yig'layapsan? O'gay onam va opam meni uydan chiqarib yuborishdi. Voy, nega? Men o'qimoqchi edim, lekin ular o'qishimga qarshilik qilishdi. Yura qolmay seni yaxshi universitetga ketaman qizalog'im. Mana bolam, men senga aytib ko'rsatgan universitet shu bo'ladi. Assalomu alaykum. Osiyo xalqaro universiteti qabul qilinmoqda. Men nevaramni o'qishga ketaman. Osiyo xalqaro universitetiga menga umumiy tafsilotlarni bersangiz, albatta sizga men bu ma'lumotlarni beraman. Osiyo xalqaro universiteti Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan 2022-yil 10-noyabr kuni berilgan litsenziyaga asosan ish faoliyatini boshladi. Shuningdek, universitetimizda 35 dan ziyod ta'lim yo'nalishlari mavjud bo'lib, magistratura, doktorantura hamda aspiranturalarimiz ham mavjud. Shuningdek, talabalarimiz uchun rektor stipendiyalari ham tashkil etilgan hamda 2025-2026 o'quv yillari uchun 200 ta grant o'rni ham bor. Osiyo xalqaro universitetida tibbiyot hamda ijtimoiy fanlar va texnika fakultetlarida xalqaro darajada sifatli ta'lim olib kelishmoqda. Osiyo xalqaro universiteti o'zining bir-biridan zamonaviy va talabalar uchun barcha qulayliklarga ega o'quv binolarida talabalarga tahsil berib kelmoqda. Shuningdek, talabalarimizga noqulaylik tug'dirmasligi uchun kontrakt to'lovlarini 4 ga bo'lib yoki ta'lim krediti asosida to'lashingiz ham mumkin. Oyjon, men o'qishga kira olmayman. Nima deganing qizaloq? Sen hali o'qishlarga kirasan, meni qizim universitetga kirish kerak qil. Xavotir olma. Oyjon, meni tabriklanglar, o'qishga qabul qilindim. Voy, qanaqasiga? Osiyo xalqaro universitetiga hujjat topshirgan edim. Hujjatlarim qabul qilinib, grant asosida talabalikka tavsiya etildim. Mana men hujjat topshirgan universitet, Oyjon. Osiyo xalqaro universiteti zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan zamonaviy ilm maskani hisoblanadi. Ushbu joy Osiyo xalqaro universitetining axborot resurslari markazi bo'lib hisoblanadi. Bu yerda 43 mingdan ziyod kitoblar saqlanadi. Shuningdek, Osiyo xalqaro universitetimiz chet davlatlar bilan hamkorlik asosida 2+2 yoki 1+3. Bu nima degani? Osiyo xalqaro universitetida 1 yoki 2 yil, shuningdek chet davlatda 2 yoki 3 yil tahsil olish imkoniyatini yaratadi. Ya'ni o'quvchilar ham Osiyo xalqaro universitetini, shuningdek Amerika institutining ham diplomini olish imkoniyatini yaratadi. Barchamizga ma'lum, davlat universitetlarida sirtqi ta'lim yo'nalishlari bekor qilindi. Ammo Osiyo xalqaro universiteti masofaviy ta'lim tizimini yo'lga qo'ygan. Hozirgi kunda Nepal, Indoneziya, Malayziyadan kelgan talabalar Osiyo xalqaro universitetida tahsil olib kelishmoqda. Talabalarimizning bo'sh vaqtini unumli o'tkazish uchun universitetimizda turli xil intellektual o'yinlar, ma'naviy ma'rifiy o'yinlar ham, tadbirlar ham tashkil etilgan va bu o'yinlarda talabalarimiz faol ishtirok etib kelishadi.